Bu Qo'qon xoni Xudoyorxon. Bu esa uning nevarasi Said Muhammad Azamatbek. 1888-yil 20-iyul kuni Said Muhammad Aminbekning ikkinchi xotini Omonxon poshshodan o'g'il farzand tug'iladi. Unga Said Muhammad Azamatbek deb ism qo'yiladi. Xon avlodidan bo'lgan bu bola alohida tarbiya oladi. Otasi uning ta'limiga katta e'tibor berib, zamonaviy bilim va harbiy ilm yo'liga yo'naltiradi. Ammo bu qaror tasodifiy emas edi. Xudoyorxon Istanbuldan o'g'li Muhammad Aminbekka yo'llagan maktubida ruslar bilan murosa qilishni, ularning harbiy ilmini, taktika sirlarini va davlat boshqaruvi tajribasini puxta o'rganishni tavsiya qilgan edi. Bu vatandan uzoqda yurgan Xudoyorxonning o'z xatolaridan chiqargan achchiq xulosasi edi. Azamatbek Toshkentdagi Niyozbek qal'asida ulg'ayadi. Turli millat vakillari orasida yashab, rus tilini mukammal o'zlashtiradi. Avval Rus tuzem maktabida, keyin Toshkent gimnaziyasida tahsil oladi. Keyinchalik Orenburg kadetlar korpusida harbiy ta'lim oladi. U yerda taktika, artilleriya, ballistika va harbiy topografiyani chuqur o'rganadi. 1909-yilda unga kichik zobit, poruchik unvoni beriladi. 1914-yil Birinchi jahon urushi boshlanadi. Azamatbek G'arbiy frontda nemislarga qarshi janglarda qatnashadi va jasorati uchun Georgiy ordeni bilan taqdirlanadi. Ammo 1937-yilda boshlangan qatag'on to'lqini uni ham chetlab o'tmaydi. Azamat Xudoyorxonov qamoqqa olinadi. Sudda aybsizligi isbotlansa ham, qamoqdagi og'ir sharoit uning sog'lig'iga jiddiy zarar yetkazadi. 1938-yilda u sil kasalligi oqibatida atigi 50 yoshida hayotdan ko'z yumadi. Ammo bu sulola tarixi shu bilan tugamaydi. Uning ukasi Said Muhammad Islombek haqida esa keyingi lavhalarimizda hikoya qilamiz.